Men jadidman. Shu uchun meni Instagramni bloklashdi. Abdurahmon kripto sahifamni bloklashdi. Xo'sh, nimaga? Hech qanaqa sababsiz, hech qanaqa narkota reklama qilinmagan, fahsh ko'rsatilmagan, qonli sahna ko'rsatilmagan, so'kinilmagan. Nima uchun bloklashdi? Chunki men haqiqatni aytib chiqdim. Ilm ulashdim, ko'zlaringizni ochishga harakat qildim. Shu sabab ularga bu narsa yoqmaganligi uchun meni bloklashdi. Nimaga boshqa blogerlarni bloklamasdan faqat meni bloklashdi? Chunki boshqa blogerlar o'ziga biriktirilgan vazifani juda ham a'lo uddalashyapti. Ya'ni ular sizni juda ham yaxshi chalg'itishyapti. Uyg'onish kerak, ko'zni ochish kerak, birlashish kerak. Men hech qanaqa narsa sizlarga sotmadim. Shuncha auditoriyam bo'lsa ham. Men faqat sizlarni, yoshlarni o'zimga biriktirilgan vazifa shu deb o'yladim. Bilim, ilm ulash kerak, ilm olish kerak. Ular bizni shundan to'sishyapti. Davaychi birlashamiz. Men bunt qilinglar, boshqa qilinglar deyman, ilm olinglar deyman. O'zgarishimizga, gazimiz bo'lmasligiga, boshqasi bo'lmasligiga asosiy sabab ilmimiz yo'qligida. Ilm olishimiz kerak. Balkim shu video ham meni aytgan gaplarim uchun blokka tushar. Menga baribir, lekin siz shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak birlashish uchun sabab sizga. Bu hech qanday o'zidan o'zi sizga chiqib qolmaydi. Endilikda men shu yerda 2 barobar ko'proq haqiqatni gapiraman. Ular sizga to'g'ri degan narsalarni men noto'g'riligini ko'rsataman. Haqiqatni men sizlarga ko'rsataman. Da kimdir ergashishi mumkin, kimdir menga ergashmasligi mumkin. Lekin haqiqatni tanlash o'zingizning qo'lingizda. Yoki aldanib yuraverish ham o'zingizning qo'lingizda. Yeah, drinking dope turned me to a superhero.